Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtanlar xayrli bo'lsin. Python dastlabki seviye programlaylash darsining 4-qismiga hammalar xush keldinglar. Ko'rayotganinglardek biz oldingi darsimizda, ya'ni 3-qism darsimizda Windows va Alma kompyuterlarga kod tahlilchi bo'lgan PyCharm kod tahlilchini qachilgandik. Hamda biz bugungi darsimizda shu kod tahlilchi orqali rasmiy kodlarningki har bir ifoda va belgilarningki xususiyatini va rolini ko'rib chiqamiz. Ama biz bu dersimiz başlaştığı ilgili köpünç qeyrindoshlar haftada bir qism bo'lib qoldi, bek az bo'lib qoldi deb inkos qilgan bo'ldinglar. Biz bir darsni ishlab, buni rasmiy holatda tahrirlab, kanalga chiqarib bo'lguncha hali ko'p vaqtimiz ketib qoldi ekan. Ham unisiga ko'rdiganlar, uyundiganlar o kadar ko'p bo'lmaganligi uchun haftada bir qism bo'lsa-mu muqim holatda sijil chiqara olsak, buni ayt yaxshi bo'ladi. Shunlashgan manglarniki to'g'ri tushunishini umid qilmay qaraydigan bo'lsanglar, masalan, oldingi darsimiz, ya'ni birinchi qismni 1400 odam ko'rganda, undan keyin barbara tush bo'ldi, ya'ni ko'rilish qitim sonida barbara tuvallab, ma'noda 312, 475 bag'an sari tuvallab ma'notida. Amal bor bo'lsa tushirib olmay YouTube'ning o'zidan ko'rsanglar, bizim shu statistika qarta, undan keyin planlarimizni to'g'ri va joyida qila olgan bo'lsak, texnik yaxshi bo'ladi. Şu şekilde doğru düşünüşlerini ve şu şekilde muamele kılışanlarını ümit kılmaya. Ondan sonra biz dersimizi başlaştığın ilgili aldığınki dersimizde ifade ve belgelerinki İngilizce konuk tahtasındaki ornunu ma şekilde körüsüp ötken. Hem de bu sen mağlam şunu körüvelip bugün ve sağlam buldu veya ki çürülüp basım maşinesinde. Yani printerda çıkarıp körü ve sağlam buldu. Çünkü bu ifade ve belgelerini biz bundan keyingi yani bugünkü ve bundan keyingi derslerimizde davamlı işiltimiz ve bununki rolunu bilip alsanlar yaxşı oldu. Eğer bilenmesenler bununki neticesi qanday bo'lganligini bilenmeysizler. Şu şekilde buldu. Ondan sonra biz bir vasıta PyCharm'ı açaylı. Açqandan keyin qarasanlar, bu yerda create new project'ni basamiz. Basqandan keyin desktopning o'ziga yangidan murojaat qilib 4-ders deb yozaylik. 4-ders deb yozdik. Ondan keyin quraylik. Qurgandan keyin qarasanlar o'tab bo'lsin. Close basdik. Ma şekilde chiqdi. Endi biz yana ma şekilde Python uchun birini qurib 4-ders deb yozaylik. Yozdik, mana qaranglar. Endi 3-qadamni boshlab boqaylik. Oldingi darsimiz bo'yicha print hello deb yozdik. Endi biz buni ijro qilaylik. Run deb bosish orqali ijro qilaylik. Ma şekilde chiqqandan keyin 4-dersni tanlaymiz. Mana xatolik chiqqan vaqtda üstüden bu yerden edit configurations deganni bosgandan keyin bu yerdan 3-8 ni tanlaymiz. Apply'ni bosib, OK'ni bossak, yana qaytadan ijro qilaylik. 4-ders. Mana ko'rayotganinglardek bu ijro bo'ldi. Endi biz oldingi darsimizda mana bu ijro qilish ko'znikini, mana o'ng taraf to'g'rilashni ko'rsatgan. Menga texnik qulaylik holati bilindi, shu shaklda o'zgartirdim. Endi sizlarga qulaylik holati bilinmasa, mana shekilda ishlasanglar bo'ldi va yoki o'zinglar shu shakllarniki xohlagan birsida ishlasanglar bo'ldi. Men mana o'ng tarafga ilib olay, chunki men texnik qulaylik va rohat his qildim ekanman. Mana şekilde natija ko'znikini bu yerga ilib oldim. Hatta o'ng tarafda yozib, sol tarafda nima qilasammi bo'ldi. Endi men o'ng tarafda yozdim, natijani sol tarafda ko'ray dedim. Birinchi bo'lib biz qaragan bo'lsak, bu yerda print deb ko'ramiz. Mana print. Undan keyin oraliqda ikkita tirnoq bor. Tirnoqdan keyin bu yerda mana ust 5 va ust 5. Ammo ust 5dan bir tanlan bor. Buni diqqat qilinglar. Ham bu yerga men hello deb yana bir tekst kirgizdim yoki so'z kirgizdim. Bu farq qilmaydi. Masalan, hello, how are you deb yozaylik. Bir tane chek yo'qolib ketdi mana. Ham to'liq holatda yozdik. Endi buni ijro qilib ko'rib boqaylik. Mana shaklda men print yozgandan keyin ikki tirnoqning o'ttirig'iga yana ust 5dan yozgandan keyin qarang, ikki tal ust 5 ni yozgandan keyin buni o'ttirig'iga tekstni yozdim. Tekst yozgandan keyin aslillash ko'zlikka qaragan bo'lsak, mana shaklda ijro bo'ldi. Endi buni birma-bir ko'rib boqaylik. Endi biz oldingi darsimizda ko'rgandik. Masalan, P'ni bassak mana shekil chiqadi. Biz bir bassa printni basamiz. Bu printning o'zi besib chiqardi. Ya'ni tekst olsun, mayli sonli qiymat olsun, hammasi olsun, eng oxirida shu printdan besib chiqargandan keyin oxirida natija ko'znikida chiqadi. Masalan, print yozdik.
yazgandan keyin bir tal chekitni knopkani bir qatim bassak, avtomatik holatda ikki tal chiqarib berdi. Bu kod tahrirlashning qulayligi. Mana şekilde chiqqandan keyin masalan yaxshimi siz deb yozdik uyg'urcha. İcra qilaylik mana. Mana şekilde bu tekstning o'zi ijro bo'ldi. Endi qaraydigan bo'lsak, buningki bir diqqat qilgan bir nuqtamiz bor. Bu bo'lsa-mu printni yozdik va tab ko'rmasini bosgandan keyin mana şekilde chiqdi. Masalan, biz hozirgidek mana ustidagi ust pashtin, mana bir tal pashtin yozsak, ba'zi ingliz so'zlarda xatolik ko'rilishi mumkin. Masalan, ko'rib boqaylik. Masalan, boshdan yozaylik. Hello, I am Igor. Qaranglar. Asli machikning o'rni mayada bo'lish kerakdi. Mayada I am deb mana shaklda yozgandan keyin mayada yo'qolib ketib, mana shaklda bo'ldi. Endi biz buni ijro qilib ko'rib boqaylik. Mana xatolik bor-da. Shunlashqa mana shaklda bir jumlani ijro qilmoqchi bo'lsak yoki jumlani chiqarmoqchi bo'lsak, qo'sh pashiltimiz, qo'sh ust pashiltimiz. Masalan, ko'rib boqaylik. Print yozdik, tabni yozdik. Undan keyin shiftni bosib turib, mana shaklda yozsak, mana qaranglar-da. I am Uyghur. Man o'chiritib noniki mani ijro qilib boqaylik. Mana. Ko'rayotganinglardek, ma ust pash, ma jumlaning ichida ishlatilganligi uchun ob'yomqadek xatolik ko'rilmadi. Buning sababi biz ust pashniki taq pashni ishlatmasdan jup pashni ishlatganligimiz uchun ma shaklda ishlatganligimiz uchun natijada ma holatda chiqdi. Shunlashqa bu yerdagi buning bilan qaranglar. Bu bir buning bilan bu ikkisiniki mana qaranglar. Mana. Buning bilan bu ikkisining farqini bu shaklda bilib olsanglar bo'ldi. Ya'ni jumla ichida ma shaklda kelmasa, bevasi ma bu taq pashni ishlatsanlar bo'ldi. Agar jumla ichida ma shaklda kelib qolsa, mana I am deganga o'xshash ma shaklda kelib qolsa, bevasi qo'sh ust pashni ishlatsanlar bo'ldi. Shunda qilib biz taq pash bilan jup pashniki rolni bilib oldik va printning besib chiqarish roli borligini bilib oldik. Mana ko'rayotganinglardek. Endi qaraydigan bo'lsak, yana printni bosdik. Endi men ma tirnoqni yozmay, bevasi yoza olamdimi? Buni ko'rib boqaylik. Ko'rayotganinglardek yozilmaydi. Cho'qim hosillashsh uchun yoki natija ko'znikida chiqara olish uchun tirnoq bo'lish kerak. Ko'rayotganinglardek bir xatolik bor-da, mana. Endi buning sababi bu yerda tirnoq bo'lganligi uchun ko'rayotganinglardek cho'qim printning orqada tirnoq bo'lish kerak. Agar bu tirnoqni yozmasak bo'ladigan ish bo'lsa-mu, bevosita shu kod tahlil chiqarib bermaydi. Endi qaraydigan bo'lsak, printni yozdik. Qo'sh ust pashni chiqarib oldik. Undan keyin mana ko'rayotganinglardek men Python o'rganyapman. Endi biz bu yerga uyg'urcha yozolmadik degan vaqtda buni sinab boqaylik. Printni yozdik. O'xshash shaklda taq ust pash va yoki Ctrl Z ni bosib, orqa qaytgandan keyin shift ni bosib turib, qo'sh ust pashni yozgandan keyin bo'shliq berayotdik. Qaranglar. Men endi buni uyg'urcha yozdik, yozgandan keyin ijro qilib boqaylik. Mana. Ijro qilgandan keyin uyg'urcha mana shaklda chiroyli chiqdi. Chiroyli chiqarishni biz oldingi darsimizda ko'rsatgan. Agar xatinglar mana shaklda chiroyli chiqmay qolsa, oldingi darsni qaytadan ko'rish orqali fontlarni qachilab moslashtirib olsanglar bo'ldi. Unda bo'lsa biz taq ust pashni va jup ust pashni ko'rib chiqdik. Tirnoqni, ma printniki qanday rol borligini biz ko'rib chiqqan bo'ldik. Unda bo'lsa 30 sekund vaqt ichida sizlar darhol darsni joy to'xtatib turib, bularni sinab boqinglar. Undan sonra biz dersimiz davomga kelaylik. Bu belge bilan tanishib chiqamiz. Bu belgening xususiyati izohlashga ishlatildi. Masalan, kodlarniki davomiga va yoki asti-ustiga izohlashga ishlatildi. Masalan, bu yerga
Men bolsam Uyg'ur. Mana şekilde izaladık. İzalagandan keyin ijro qilsak, qarasanglar 3-qurg'a ayım Uyg'ur deb chiqaverdi. Bundan keyin mana kodning o'ziga qaraydigan bo'lsak, izohli holatda mana şekilde chiqdi. Ya'ni biz ko'rayotgandek, bu kodlarimizning o'zini izohlashga ishlatamiz bularni. Ham bu izohlashning sababi nima degan vaqtda, bir odamningki yozgan kodi bilan yana bir odamningki yozgan kodi, buningki metodi, uslubi o'xshamaganligi uchun izohlashni ishlatamiz. Ma'lum bir nuqtada izohlab qo'ysak, boshqalarningki kodimizni ko'rib, tez suratda tushunalishiga foydali yaratib turadi. Shunglashqa biz boshda print o'rgandik, undan keyin taq usti peshni, keyin jup usti peshni, undan keyin izohlash kerak. Bu izohlashma xalqan tilda, xalq yoziqda bu şekilde yozilsa bo'ladi. Unda olsa biz ko'p qurliq izohlashni ko'rib chiqaylik. Ko'p qurliq izohlashning o'zi taq peshdan 3 tal yozamiz, undan keyin izohlamoqchi bo'lgan ko'p qurliq yoziqimizni kirgizamiz. Masalan, Uyg'ur Muşan özünü ko'paytaylik. Uyg'ur deb yozdik, qaranglar. Bundan keyin yozdik. Buni oxirlashtiraylik. Mana. Hamda ijro qilaylik. Ijro qilsak, ma ijroat ko'znikida hech qanday bir xatolik ko'rilmadi. Ma shaklda mana ko'p qurliq holatda izohat qilingan bo'ldi. Qarasanglar, mayadagi narsani o'ziga. Mana bisib qo'ysanglar, ma shaklda yig'inchoqlanadi. Buni bosgandan keyin ichildi. Ma mushadan tortib, mushakcha. Mana ma belgining o'zi ham mushu ko'p qurliq bo'lganligini ko'rsatadi. Masalan, anda qaraydigan bo'lsak, mayada nimish qizil xat chiqib oldi. Buning sababini ko'rib chiqaylik. Endi maya qaraydigan bo'lsanglar, mayada usti taq 3 tal peshva. Ma ostida taq peshdan faqat bir tal bor. Endi buni ijro qilib boqaylik. Ijro qilsak xatolik ko'radi. Bu xatolikning o'zi mana. Avay ko'rib chiqqanimizdek, taq usti peshninki rolini va jup usti peshning rolini mana shaklda ko'rib chiqqan. Endi biz bu peshlardan 3 tal orqa-marqa holatda keladi. Kelgandan keyin mayadagi qizil chiziqlar o'chdi va ijro qilsak, bevosita xatolik bo'lmagan holatda ijro bo'ldi degan gap. Undan keyin davomlashtirsak, mana shaklda yozsak bo'ldi. Ko'rayotganinglardek, mana biz bugun mushlarni o'rganib chiqdik. Darsimizninki vaqtini nihoyat qisqa tutish uchun hammalarniki tez ko'rib, zerikib qolmasdan ko'rib davomlashtira olish uchun dersimizni biraz qisqa tutishga majburmiz. Shuningdek, to'g'ri tushungaysizlar. Darsimizning texnik qiziqarli, texnik mo'l mazmunlarini kelar soatda yana birlikda ko'rib chiqamiz. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texnik ko'p qarindoshlardan foydalana olish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texnik yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.